Shu koridordan kirib ketsangiz, shu o'rta xullas birinchi blok hozir kelayotganmiz. Mana bu yoq ikkinchi blok. Mana hali yo'q. Birinchi blokdagi yopishtirganimiz. Bu işte shitimiz bor. Bu yoq ikkinchi blok. Bog'lasa mana shu yopishtirsak, ikkinchi etajga tushamiz, qani ko'ramiz. Chunki to'rt blok 3da ish jarayonlari ketyapti ozmas. Qolgan joylari bityapti, chala joylari. Shuning uchun balkim kelishmagandir, ko'rishmagandir, tekshirishmagandir. Qani ko'ramiz, ikkinchi etajga tushsak tekshirishadimi? Hurmatli qorovullar. Nima demoqchimiz? Mana shu musofir yurtlarda ishlab oilaviy kelib farzandlarini o'qitayotgan aka-uka opa-singillarimizga aytmoqchi bo'lgan kichkinagina ogohlantirishligimiz, o'z vazifamiz aytishlik. Farzandlaringning xavfsizligini mana shu yerdagi o'xshagan xodimlar qorovullariga yoki o'z ishiga mas'uliyatsiz bo'lgan pedagoglarga ishonib topshirib qo'ymanglar. Farzandingiz xavfsizligini ta'minlash uchun doimo harakat qilinglar. Hurmatli ota-onalar, aka-uka opa-singillar, hurmatli nevarasini olib kelib o'qitayotgan insonlar, sizlarga ham tegishli. Chunki Alloh taolo farzand ne'matini ham har kimga beravermaydi. Bergandan keyin uni xavfsizligini ta'minlash qo'ldan kelgancha avvalo Alloh, lekin uni xavfsizligini ta'minlash, yedirish, ichirish, kiyintirish, o'qitish bu biz hurmatli ota-onalarning vazifasidir. Burchimizga mas'uliyatsizlik bilan yondashmaylik. Qadrlilar, qadrdonlar, sog' bo'lasizlar. Kelganimga 3 soatdan oshdi. Kimsan, nimasan, nima qilib yuribsan? Nima ish bilan bandsan? Nimaga syomka qilib yuribsan degan odamning o'zi yo'q. Vaholanki dars jarayonlari ketmoqda. Agar hozir tugamagan bo'lsa, soat ham 1 bo'lib qoldi-da. Bugun shanba. Ustiga ustak. Mayli, hurmatli musofirdagilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Biz ishimizni davom ettiramiz. Yana keyingi qismlarni chiqaraveramiz nasib bo'lsa.